O'rtoqlar, sizlar uchun ajoyib yangiligimiz bor. Endilikda biz mana Shedevr Motorsga joylashdik. Bu yoqqa bemalol kelaversanglar bo'ladi. O'zimizning xodimimiz bor. Hamma hisob kitobini qilib berishadi. Boshlang'ich to'lov eng kamida 25% bilan o'zingizlar nomingizga rassrochka olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Endi Toshkent viloyatida ham o'z avtosalonimiz bor. Yuringlar ko'rsataman. Endilikda shu joyga kelib, hammasini hisob kitob qilib, mana Aziz degan bolamiz bor. Sizlarga hisob kitob qilib beradilar. Aziz, qanaqa mashinalarimiz nalichida bor hozir? Aha. Phoenix Tracker, Captiva 5, Labo Damaslarimiz nalichida bor. Undan tashqari MCM Cobaltlarimiz ham bor. MCM Cobalt bilan Damas nalichida bor, u avtokredit bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Qolgan narsalar hammasi rassrochka. Boshlang'ich to'lov 25% munosib bo'ladi. Ana ko'rdinglarmi? Bemalol kelaverasizlar. Eng kamida 25% bilan Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bitta pasport evaziga hammasini qilib beramiz, rasmiylashtirib, shu yerda qilib beramiz. Bir kun ichida mashinani haydab ketasizlar.